qisqa satrlarda. Al-vala val baro aqidasi nima bilasizmi? Al-vala val baro bu dinning asl asoslaridan biri, iymonning eng mustahkam halqalaridan, ustunlaridan, bog'ichlaridan biridir. Ha, al-vala val baro bu Alloh uchun yaxshi ko'rish va Alloh uchun yomon ko'rishdir. Shuning uchun ham Alloh azza va jalla aytadiki: "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'adduna man hadda Alloha va rasulahu." Siz Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlarni Alloh va rasuliga dushman bo'lganlar bilan do'stlashgan holatda topmaysiz. Ya'ni siz musulmonlarni Alloh va rasulining dushmanlarini do'st tutgan holatda topmaysiz. Aksincha, Alloh va rasulining dushmanlariga musulmonlar dushmanchilik qiladi, adovat qiladi, bo'g'iz qiladi. Lekin kulimizga bir nazar solmaymizmi? Allohning qonunlariga qarshi qonun o'ylab topayotgan, musulmonlarning niqobiga, hijobiga, namoziga, soqoliga qarshi kurashayotgan, biz Qur'ondan, hadisdan ta'lim berganimiz uchun olib borib diniy ekstremizm deb qamayotgan, jamoat joyida, restoranlarda namozxonalarni yopib tashlayotgan insonlar Allohning dushmanlarimi yoki Allohning do'stlarimi? Mana shunaqa qonunlar ishlab chiqarayotgan yurtboshilarni ko'tar qilib, ularga sizlarni itoat qilib berayotgan xoin imomlar Allohning do'stlarini o'zlariga do'st tutyaptimi yoki Allohning qonunlariga qarshi qonunlar ishlab chiqarayotgan, kreditlarni halol qilib berayotgan, Allohga qarshi kurash ochgan yurtboshini do'st tutyaptimi? Oddiy dunyoviy narsa bilan misol keltiradigan bo'lsam, sizni ota-onangizni haqorat qilgan inson bilan bir yaqiningiz do'stlashib yursa, uni do'st tutasizmi o'zingizga yoki dushman tutasizmi? Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bejizga bu hadisda aytmadilar: "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah." Iymonning mustahkam bog'ichlaridan biri shuki, Alloh uchun yaxshi ko'rasiz, Alloh uchun yomon ko'rasiz. Shuning uchun kim al-vala val baroni bilmasa va u narsa unda bo'lmasa, umuman hisoblanmaydi. Safizda belgilab oling. Mening o'zbek qardosh, sen Turonning arsloni, to'ng'ringda josh urgan asl iymoning qani. Dunyolarni bersa ham tark etmasding diningni, senga unuttirdilar islomning haq yo'lini. Mening o'zbek qardosh, sen Turonning arsloni, tomiringda josh urgan asl iymoning qani. Dunyolarni bersa ham tark etmasding diningni, senga unuttirdilar islomning haq yo'lini. Mening o'zbek xalqim, qanday pokiza el eding, qizil ofat keldi-yu o'zligingdan voz kechding. Asrlar islom uchun ham urding, ham urilding, shu yo'lda boshing tikib zolimni qaqshatgan eding. Asrlar islom uchun ham urding, ham urilding, shu yo'lda boshing tikib zolimni qaqshatgan eding.